Nimaga men bunaqa uzatib bordim kaptagimni? Bu o'zi nima bu? Voy men o'tolmayapman bu yoqda. Nima bu? Mani yoqtirgan kaptagim. Men endi nima qilaman? Bu nima bu? Qanaqadir devormi bu bilmayman. Qanaqadir chegarami bu? Tushunmayapman nimaligini. Mani kaptagim. Endi men nima qilaman? Men qanaqa qilib kapta o'ynayman? Kaptagim mani. Tushunmadim. Kim mana shu yerda yig'layapti? Mani ofisimgacha eshitilyapti bu. Men million kilometr joygacha. Tushunmadim. Sen bu yoqda nima qilyapsan? Minecraft chegarasida. Assalomu alaykum. Men kaptagimni qarang, ancha ketib qoldi kaptagim ololmayapman. Kattasiz olib bera olasizmi? Men bunaqa yonadigan devorga tepib bordim kaptagimni bilmasdan. Tushunmadim o'zim. Bola kelsan bu yoqda nima qilyapsan? Minecraft chegarasida qanaqa bu yoqqa kelding? Sani ota-onang qani? Mani ota-onam uyda dam olishyapti. Ular menga огородda oldida o'ynab turdi ishladi. Men esa ozgina ketib qoldim. Chunki огородimga zerishib ketdim-da men. Oho, sen огородingdan ketmagansan. Sen bilasanmi qayerga kelgansan? Sen Minecraft chegarasiga kelgansan, bilasanmi? Bu yoq qanaqa lokatsiyaligini 29999. Mayli, boshqa ketmay qolay. Sen qanaqa qilib yurib bu yoqgacha kelding? Ozgina прогулка qilib qoldim-da men. Voy, bu hozirgi bolalar ham yomon shustre bo'lib ketgan. Mayli, men seni koptagini olib berishga harakat qilaman, lekin menga so'z bergin boshqa bu yoqqa kelmasligingga, tushundingmi? Bo'ldi, men sizga so'z beraman, boshqa bu yoqqa kelmayman. Bu shunaqa xavfli joymi? Sen bu yoqqa qayerligini bilasanmi? Bu Minecraft chegarasi, bu yoqqa kirgan odamlar qaytib chiqmaydi. Yana kirib ketgan narsalar ham. Lekin baribir qachondir shunaqa bo'lgan, mayli hech nima qilmaydi. Lekin baribir kirgan narsalar qaytib chiqmaydi. Lekin men adminman. Men senga olib berishga harakat qilaman mana bu koptagini. Xo'p, hozir men harakat qilib ko'raman olishga. Voy, davay. Voy, nimagadir o'xshamayapti-yu. Koptagimni olib bering, men uni juda ham baqirib yig'layman. Menga qarang, faqat yig'lash shart emas. Men hozir harakat qilib olib beraman. Hop, qanichi men unda o'z kerakli kodni yozaman deb buni boshqa yoqqa olib turaman bu chegarani. Hop, hozir yozaman. Hop, qanichi, hoppa, ana bo'ldi, ketdi, ura. Hop, hozir men seni koptagini olib beraman endi. Rostdan men endi koptagimni o'yna olmayman meni. Ha, o'yinda o'yna olaysan. Faqat sen shu yerda turib tur. Hozir men o'zim olib beraman, chunki men bu chegarani qayerga ketqizib bilmayman. Bu joyga ketib qo'ygan bo'lishi mumkin. Hozir men o'zim olaman-da, keyin hammasini joyiga qaytarib qo'yaman. Hop, mayli, mana shu bitta seni koptaging. Hop, olaman deb buni. Hoppa, ana bo'ldi. Men o'sha koptagingni. Ura, meni koptagim. Rahmat, katta admin tog'a, siz juda ham zo'rsiz. Men ketdim. Mayli, xayr, boshqa bir joyga kelmagin, tushundingmi? Men juda ham zo'r adminman deyapman. Hamma narsani qila olaman. Mayli, men ketdim unda ofisimga ishlashga. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Hammaga salom do'stlar, meni ismim Kompoting. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, hozir sizlar bilasizlarmi, men qayerga ketaman? Men hozir shaharga ketaman bolalar. Men ozgina ishlarim bor edi, bitiradigan. O'shanga hozir shaharga borib kelamiz, lekin 16:04 ta xizmat asosida bo'lmaydi. Lekin mayli, baribir ovuraman o'zim bilan. Tushunmadim. Nima ovoz bo'ldi? Bolalar, sizlar ham eshitdinglarmi? Qanaqadir yomon ovoz eshitildi menga. Tushunmadim. Nima bu? Qanichi? Kompot, tezroq bu yoqqa kel, tezroq kel. Men hozir hech nimaga tushunmayapman, to'g'risini aytsam. To'xtanglar, ko'zimni artib olay. Bu nima bu? Nima qilyapti bu bizani qishlog'imizda? Tushunmadim. Qaranglar, hamma yoqda shunaqa ekan. Qishloqlar, to'xtanglar, qochib turinglar, men bu nimaligini ko'rib olay. Voy, bolalar, qaranglar, bu bilasizlarmi nimaga o'xshayotganini? Bu Minecraft chegarasi, Kompot Minecraft chegarasi-yu bu. Qishloqlar, men endi shuni aytmoqchi edim, lekin u bizning qishlog'imizdan million kilometrda, balki даже milliard kilometrda-yu, qanaqa bu yo'l paydo bo'lib qoldi? Qanichi? Unda o'tolmayman deb bu yo'ldan, to'g'rimi? Yo'q, o'tolmayman. Kompot bu chegara bu yo'lda nima qilyapti? Qishloq, bu endi juda ham yaxshi savol. Bu yo'lda nima qilyapti? Qanaqa qilib bu yo'lda paydo bo'lib qoldi?
To'g'risini aytsam qishloqlar, lekin miyam ishlamayapti. Boru qanaqa bu yo'lda paydo bo'lib qolganiga. Balki kompot bu cheater qilgandir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Cheater ham buni qimillatolmaydi-yu. Bu chegarani qanaqa qimillatadi? Buni admindan tashqari hech kim qila olmaydi-yu, menimcha. Lekin to'xtaydi, admin qilmagandir. Bu nima qiladi admin bunaqa qilib? Balki kompot admin bizani qishlog'imizdan chegaraga olib ketmoqchi bo'lgandir. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, bizani qishlog'imizda вообще yopiq полностью. Bu yoqdan вообще chiqsa bo'lmaydi hozir. To'xtaylar, qani bitta ayolga borib ko'raychi, balki o'tdan chiqsa bo'lardir. Qaranglar, yomon qo'rqib ketaman bolalar. Men qanaqa bu yoqdan chiqamiz endi? Hop, qanichi? Yo'q, bu yoqdan ham chiqsa bo'lmayapti. Hop, qanichi? Bu yoqdan ham hech qayerdan chiqsa bo'lmayaptimi? Hop, qanichi? Yo'q, bu yoqdan ham chiqsa bo'lmayapti. Qanaqa qilib chiqamiz biz bu yoqdan? Tepasi ham yopiq, qaranglar. Voy, yo'q bolalar, qanaqa qilib chiqamiz bu yoqdan? Qishloq qilib, bizani qishlog'imizdan voy chiqsa bo'lmas ekan. Nima qanaqasiga chiqsa bo'lmaydi? Men bugun ketishim kerak edi-yu. Men esa bugun oldimizdagi qishloqqa ketishim kerak edi. O qishloq qilib, meni ham bugun boradigan joyim bor edi, shaharga borishim kerak edi. Qanaqa boraman endi men? Kompot, keyin qanaqadir qilib aylanib o'tib ko'ramiz buni. Qishloqqa jinni olmasam buni voy hech qanaqa qilib aylanib o'tsa bo'lmaydi. Men lopatam bilan qazib ko'rchi. Yo'q, lopata bilan ham yordam bermaydi. Qarang, bu yoqda hech nima yo'q. Qishloqqa ko'rasizmi? Bu yoq pastgacha ham yopiq mana bu chegara. Qanaqa chiqamiz biz bu yoqdan endi? Biz nima endi hozir o'zimizni qishlog'imizda quflanib qoldikmi? Endi hech qayerga chiqa olmaymizmi biz? Ha, qishloq endi shunaqa bo'lib qoldi menimcha. Biz endi qishlog'imizdan hech qayerga chiqolmas ekanmiz menimcha. Kompot, admindan yordam so'rab ko'rish kerak admindan. Qishloqqa rostdan ham adminga telefon qilib ko'rish kerak-yu, voqea aytmaysanmi? Hop, qanichi? Hop, qilamiz. To'xtanglar, qishloqlar, bu yoqda internet ishlamayapti. Qaranglar, umuman internet ishlamayapti. To'g'ri kompot, bu endi Minecraft chegarasi bu yoqda hech nima ishlamaydi. Internet ham ishlamaydi. Hech nima qilsa bo'lmaydi bu yoqda. Kompot, sani boshing nima qildi? To'xtanglar, nesizlar baqiryapsiz? O'z boshimga nimadir qildimi? Tushunmadim qanichi? Voy, tushunmadim. Nima bu? Men boshimga nima qildi? Kompot, endi sen pashsha o'ldiradigan bo'lib qolding. Nima? Bolalar rostdan ham qaranglar, men pashsha o'ldirayotgan bo'lib qoldim. Men bunaqa shamol qila olmayman. Yaxshimi bolalar? Kompot, bu kulgili emas. Bilaman bu kulgili emasligini. Qishloqlar, to'xtanglar, men bu yoqdan ketaychi. Boshim joyiga qaytib qolar qanichi? Hop, hop. Ana bo'ldi, boshim ham endi joyiga qaytdi. Men u yoqda turgim kelmayapti. U yoqda turish menimcha xavfli ekan. Kompot, agar mana bu chegaraga borib turish xavfli bo'lsa, telefon qila olmasak, biz endi nima qilamiz? Bilmasam, qishloqlar, biz qanaqadir qilib adminga yetishimiz kerak-da, boru. Kompot, qanaqa qilib, lekin admin shaharda yashaydi-yu, shahardagi ofisi. Bilmasam, qishloqlar, menimcha bizda boshqa ideya qolmadi. Nima qilamiz endi? Ideya yo'q-ku bizda. Yo'q, Kompot, bizda yana bitta ideya bor. Nima? Tushunmadim, qishloqqa qanaqa ideya bor senda? Tezroq gapira qo'ndi. Kompot, men 6 oydan beri bitta kostyum yaratmoqman. U kostyum любой narsadan himoya qila oladi. Olovdan, radiatsiyadan, muzli qolishdan, davleniyadan. Menimcha mana bitta o'tosi bo'ladi o'sha kostyum kiyib. Nima? Qanaqasiga men tushunmayapman. Qanaqa bundan o'tosi bo'ladi? Kompot, o'sha kostyumni kiyib yugurib o'tib o'tosi bo'ladi deb o'ylayapman, lekin bu 100% emas. Lekin baribir kompot bitta harakat qilib ko'rish kerak, yugurib o'tib. Yo'q, qishloq bizga boshqa ideya kerak. Bu menimcha xavfli-yu. Kompot, lekin bizda endi boshqa ideya ham yo'q-ku. Mana shunaqa qilish kerak. Qishloqlar, agar boshqa ideyamiz bo'lmasa, shuni qilishga to'g'ri keladi. Lekin bu baribir xavfli-da, boru 100% o'xshamasligi ham mumkin. Mayli, qishloq, unda bor o'sha kostyumingni olib chiq, biz senga kiydiramizda, ham chegaradan chiqarib yuboramiz seni. Kompot, men seni xafa qilgim kelmayapti, lekin bu faqat odamlarga ishlaydi. Nima? Odamlarga ishlaydi? Yo'q, men u yo'lga chiqmayman, men qo'rqaman. Kompot, senda как раз biletam bor, adminga borib aytasan buni qutqarish uchun. Bilmasam, qishloqlar, nima qilishni bilmayman. Mayli, olib chiqinglar o'sha kostyuminglarni. Kompot, sen bizani oxirgi umidimizdasan. Mayli, xo'p, qishloqqa borib olib chiq o'sha kostyumingni, harakat qilib ko'ramiz. Men kiyaman, mayli. Ну что, qishloqlar, men chegaradan chiqishga tayyorman. Vau, Kompot, sen judayam kuchli ekansan boru. Kompot, men hammasi o'xshaydi degan niyatdaman. Qishloqlar, menimcha bu 100% o'xshash kerak. Men bu вообще kostyum shunaqa og'ir ekan boru. Ne bunaqa og'ir? Kompot, bu judayam og'ir narsa. Buning ichida har xil mexanizmlar bor, yana ko'p titan ham bor. Mayli, qishloqlar, men uni tayyorman. Men chegaradan chiqishga. Qishloqlar, menga omad tilaylar. Men esa ketdim. Xo'p, hozir yugurib o'taman shu yoqdan. 1,
2, 3, ana bo'ldi, ketdi. Voy voy. Qishloqlar, men o'tdim, men chegaradan o'tdim. Kompot og'zingni qalay qilyapsan? Nima qishloqlar, ovozinglar yaxshi eshitilmayapti men chegaradan. Kompot o'zingni qalay qilyapsan? Qishloqlar, men o'zim yaxshi his qilyapman, lekin ozgina mana bu yerda davleniya yomonroq ekan. Mayli, men chegaradan menimcha ovozlar ham eshitilmasa kerak. Mana bu chegaradan ovozlar ham o'tmasa ekanda unda. Kompot san tezroq oldinga bor tezroq. Bo'ldi, qishloqlar, men hozir adminning oldiga ketyapman. Bolalar, mana meni biletim qo'limda turibdi. Adminning oldiga ketishga tayyorman, lekin men ozgina siqotdi-da. Ay. Mayli, xo'p, uni tezroq yetib olaman degan umiddaman. Xayr, qishloqlar, men ketdim adminning oldiga. Tezroq ketish kerak bu yoqdan. Xo'p, men qishloqlardan hamma chegaralarni olib tashladim. Yana kechiringlar, meni yana bir marta iltimos, men tilabdan qilmadim. Men yosh bolaga qarashib bormoqchi edim. Ne prosta. Bo'ldi, admin, biz seni tushundik. Qishloqlar, endi bizning qishlog'imizda chegara yo'q. Ura! Rahmat admin, sen o'zi yaxshi qilibsan deb borman. Yosh bolaga qarash bor, ko'proq shunaqa qarash bor, faqat bunaqa yo'lda emas. To'g'ri aytyapsan, Kompot. Men o'zini koptogini olib berishga, men chegarani qaramasdan любой joyga ketkizib yubordim-da. Keyin esa olib tashlash esimdan chiqib qopti. Mayli, zato endi bizning qishlog'imizda chegara yo'q. Qishloqlar, kelinglar, Kompotga ham chamik chalib qo'yamiz. U bizani hammamizni qutqardi. Rahmat senga, Kompot, kattakon. Arzimidi qishloqlar. Yana oq kiyimli qishloqiga ham juda ham kattakon rahmat. Uni kostyum bo'lmaganda men o'tolmas edim bu yozdan. Kelinglar, unga ham chamik chalib qo'yamiz. Rahmat, bolalar, sizlarga ham kattakon. Mayli, Kompot, men ketdim yana ofisimga uxlashga. Mayli, xayr admin, rahmat senga kattakon. Bo'ldi, qishloqlar, tarqalaveramiz. Bugun menimcha yana qiziq narsalar bo'lmasa kerak.